Sharqiy Turkistonda saqchi soni rekord yaratdi. Türk yurti to'rining 20 iyul kunidagi sahifasida bildirishicha, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi saqchi qabul qilishi 2016 yilgacha har yili 2500 bilan 11000 orasida bo'lib kelgan bo'lsa, 2016 yilga kelganda bu bir yil ichida qabul qilingan saqchi soni 32050 nafarga. 2017 yılı 1. aydan 7. aygacha bo'lgan orliqcha bo'lgan 6 ay ichida qabul qilingan saqchi 51019 nafarga yetgan. Kolumbiya Xalqaro universitet akademiklaridan biri bo'lgan Adrian Zanzirning bildirishicha, yaqinqi 2 yilda Sharqiy Turkistonda saqchi qabul qilish rekord yaratgan bo'lib, bu xildagi odatdan tashqari eshishning sababi bo'lsa, Tibetning Sharqiy Turkistonga yo'tkab kelingan zolim Chichengo bilan munosabatlik ekan. Yaqinqi mezgillarda Sharqiy Turkistondagi nazorat va besim hamda bu yerning saqchi davlatiga o'xshab qilish ahvollari dunyoda yangi rekord yaratgan. Xalqaro axborot va kishilik huquq organlari har kuni degudek bu haqda xabarlarni uzildirmay berib kelayotgan bo'lsa-mu, ammo hech bir davlat bu haqda Xitoyga qarshi jiddiy besim shakllantirish harakatlarida bo'lmagan.